Menga salomchilar, bugun sizlar bilan Counter Gamer. Bugungi videoda Roblox'ta Rivals degan o'yinini o'ynaymiz. Anchadan beri Rivals o'ynamagandim. Ozgina qotibdimi? Har doimgidek hozir ishladi endi. Bugungi videoda Rivals o'ynaymiz. Rivals'da otishma o'yin, analog'i xullas kim biladigan bilmayman men. Uncha qotmasa, yoz qotishini to'g'rilab keyin videoni davom ettiraman. Obunachilikni qotmayapti. Bu o'yinni sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, Krasilada sizlarga yordam beradi, o'rgatadi. Xullas, Counter, PUBG shunaqaga o'xshagan o'yin, faqat Roblox'da 3D ko'rinish. Bunda har xil kiyim olsa bo'ladi, orujaga. Men olganman, anchadan beri o'ynayman, level 60 nechadir. Anchadan beri o'ynayman shunga. Video olmoqchi emasdim o'zi, YouTube'da ko'rib qoldim, video olgan ekan. Men o'zi anchadan olmoqchi niyati bor edi, lekin esdan chiqib ketgan. Endi mana xudo xohlasa o'ynayman. Oldingi videolarimda aytgandim, Rivals o'ynab shunaqa qilaman deb. Rivals o'ynayman. Keyin Rivals o'ynayman, keyin zo'r trend joy bo'lib qolsa, uni alohida kesib olib shortsga joylayman deganman. Mana shortsga joylaymiz. Yemoqdim. Hozir o'chirib qo'yganman. Men var uzr. Hali yutamiz. Sakroqchilar. Bu qanaqa oruja? Bozmasligim kerak. Bitta bazaga o'tamiz. Bitta betga o'tamiz. Sen o'l, mol. Hop. Bu qurolga pulim yirtib o'rtadi. Lekin men bu qurolga o'rganmaganman. Yo'q, qiz bola. Qotmay o'l. Voy qo'ydi ozgina. Ozgina emas, anchagina qo'ydi. Bitta tugadim. Yo. Mayli, qisiyo bu odatiy hol desam bo'ladi. Orujalar qayerda olaman desanglar, tepada kalit menga 62 da. Shunga qarab yo'qman. Shunda level oshirish kerak. Bu o'yinda mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Orujani kalit orqali olsanglar bo'ladi. Men kalitdan olganman. O'zi bu o'yinni ancha oldin o'ynaganman. Bitta o'rtog'im ya'ni mehmon kelgan payt eski versiyasini o'ynaganman. Eski. Bu boshqacha edi unda. Faqat o'z qurol berardi-yu, o'sha qurol bo'yicha komandaga o'ynash kerak edi. 99 Forest paydo bo'lgandan men 7 Days to Life o'ynayotgan paytim ko'rganman. 99 kun yashash. Unda bitta uyda paydo bo'lasizlar. Qorong'u o'rmon. Qorong'u o'rmonida
Keyin kirib ko'rganman, nimagadir qo'rqaman, bilmayman, o'ynagim kelmagan. Keyin chiqqanman, ko'p oylar o'tgandan keyin qarasam mashhur 99 kunga aylanib ketgan. Xullas shu ikkita o'yinni paydo bo'lgandan beri o'ynayman, ya'ni bu o'yinni o'ynagan. Tak 1,5 yil. Chunki men buni o'tgan yozda Samarqandga borganimda o'zga chiqib o'ynashni boshlaganman. Ya'ni 1 yil oldin eski akkauntimni yo'qotganman. Hech kim bilmaydi, Twitterdan boshqa akkaunt jasatganman. Qaskamadi. Yo'q. Tak. Tak. Bunu. Tak. Nasıl oldu? Birinchi raundda yutdik. Tek bizga bir bol qo'shilib berdi. Pichoq olamiz, shuni tez yuguradi. Menga o'ldirib tashlayapti. Bu shunchalik Pro Maxmi? No. Tak. Hozir ovozimni yo'qib qo'yaman, lekin gapirmayman. Yo'q. O'lmasligim kerak. Shita ajoyib tiqilib qoldim. Unda ovozini eshitmasa qilinglar.
Tamomlash ovozda eshitdilar endi. Tak, buguncha menimcha yetsa kerak. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Agar keyingi qism chiqishini xohlasangiz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Keyin o'zingizlar kommentda fikrlar yozinglar. Bu menga qiziq. Hammaga xayr, obunachilik hisobidan Counter Gamer bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.